Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli vatandoshlar. Hammalaringizni kirib kelayotgan Qurbon hayiti bilan chin yurakdan tabriklayman. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin azizlar. Xo'sh, mana shu kunlarda hozir sinfdoshlar yilliklar qilishyapti. 20 yillik, 10 yillik, 30 yillik, 40 yillik. Bu juda bir yaxshi odat, yaxshi urf bo'ldi. Chunki bir-birlarini ko'rishib, diydorlashib, suhbatlar qurishyapti. O'sha sinfdoshlarga atab bitta she'r yozgan edim. Shuni sizlarni e'tiborlaringizga havola qilmoqchiman. Marhamat. Sinfdoshlarim, o'tib borar yillar to'zoni, bilinmaydi o'zimizga hech, o'lchovi yo'qdayin umr mizonin, har kun tong otadi va bo'ladi kech. Sizlarni sog'inaman aziz do'stlarim, qalbga yaqin sirdoshim, sinfdoshlarim. Yoshlikdagi beg'ubor poklik saqlanadi yurak tubida, go'yoki hayot bepoyon oqlik, o'yga tolarkansan bahorning yomg'ir do'lida. Sizlarni sog'inaman aziz do'stlarim, dilga yaqin sirdoshim, sinfdoshlarim. Yillar ko'rsatar ekan kuchini, yoshlikdan olmoqdayin o'chini, avval oqartirarkan qora sochini, sinovga tashlarkan taqdir toshini. Sizlarni sog'inaman aziz do'stlarim, qalbga yaqin sirdoshim, sinfdoshlarim. Ko'pimiz sevar edik bir-birimizni, havasla yashirib dil sirimizni, endi ochmoqdamiz qalb qo'rimizni. Sog'inaman sizlarni aziz do'stlarim, dilga yaqin sirdoshim, sinfdoshlarim. Do'stim, keksalikni olmoq kerakdan, Allohdan tilab sog'lom jismu jon, bobojon, buvijon nasihat guylar, hammamizga nasib qilsin nabira to'ylar. Sog'inaman sizlarni aziz do'stlarim, qalbga yaqin sirdoshim, sinfdoshlarim. Rahmat.